Ey hayotning guli bo'lgan ayol, shuni bilginki, eng yiqimliq va zarur bo'lgan muhabbat er bilan ayol orasida bo'lgan muhabbatdir. Chunki bir-birlariga muhabbatlari bo'lgan er bilan ayol dunyoning rohatlarida emas, hatto mehnatlaridami umrlarining saodatli o'tkazadi. Muhabbet pok va saf bo'lish sharti bilan er ayolni bir-biriga yaqinlashtiradi. Ularning xulqini go'zallashtirib, aqllarini tarbiyalaydi. Bir-biriga muhabbatli bo'lgan er bilan ayol oilasini, hatto qo'shnilarini norozi qilmaydi. Lekin muhabbat hosil qilish uchun er bilan ayolning shaxsan bir muncha ulushlari bo'lishi kerak. Agar bu ikki yurak bir-biriga intiladigan bo'lsa, yo'q muhabbatnimi vujudga keltirguli bo'ladi. Aslidan bor bo'lgan mustahkamlanadi.